Tinchlikmi ko'pchilik, yaxshi turyapsizlar, qanday ahvolinglar? Men bugungi bu video orqali O'simlik xonim YouTube kanalininki kelgusi taraqqiyot yo'nalishi to'g'risida ozroq to'xtalmoqchi. O'ylab baqsam, men bu YouTube kanalini ochgandan beri men bu kanalda nima mazmunlarni chiqarmoqchi, kelgusida nima mazmunlarni chiqarmoqchi degan tema ustida hech qanday uchur bermabdiman. Ondan keyin ba'zilaringlarning xabarda bo'lgandek 2 yilning oldida men 2 qaror dars o'tibdiman o'simliklarni tonish to'g'risida. Bu jarayonda nurg'un savollar kelgan bo'ldi, talab fikrlarmi kelgan bo'ldi. Men dars o'tishning oldida men bu jihatda o'simliklarni tonish, botanika degandek jihatlarda ko'pchilikninki xalqlar qiziqmaydi-ku bu temaga deb o'ylab ekanman. Men dars o'tish jarayonida nurg'un odamlarning qiziqadiganligini, doğruluq o'simliklar bilan shug'ullangan kishilarning, ondan keyin bolalar o'simliklarga qiziqadigan ba'zi onalarning va shundaqla shu temalarga intayin qiziqishi bor o'smir bolalarning borligini his qildim. Uning ustiga bizning tor dunyosida mayli YouTube bo'lsin va boshqa suplarda bo'lsin, o'sha tabiiy fanga oid mazmunlar intayin oz. Ondan keyin shu botanika o'simliklarga oid mazmunlar bo'lsa, asosan yo'q deyarlik. Shuning uchun men shu yaqindan yoqi bu kanalimni davomli taraqqiy qildirishni, rivojlantirishni o'ylab qoldim. O'simlik xonim YouTube kanali ichilib hozirga qadar men o'simliklar taksonomiyasi va o'simliklarni tonish, turga ayirish haqida videolarni chiqarib keldim, oz bo'lsa-mu. Men bundan keyin shu kasb bilan shug'ullanan yoki shug'ullanmay yangi o'simliklarni tonish meningki mangulik ishtiyoqim bo'lib qoldi. Shuning uchun O'simlik xonim YouTube kanalininki kelgusi taraqqiyot yo'nalishida ko'p uchraydigan o'simliklar, ya'ni yuqori darajali o'simliklar, muxlar, paportniklar, yalang'och urug'liq o'simliklar, yipik urug'liq o'simliklarning ichidagi ko'p uchraydigan daraxtlar, ko'p uchraydigan samog'ulliq o'simliklar yoki ko'p uchraydigan Uyg'ur tibobitimizda ishlatilgan doğruluq o'simliklarni men oila shaklida oilasini asos qilgan asosda tunishtirishni to'xtatib qo'ymayman. Bu to'g'risidagi videolarim davomli izchil davomlashadi. Endi men tuvandagi yangi 2 xil mazmunni qo'shmoqchi. Birisi hayvonotlar dunyosidagi asos tiplar. Men tor dunyosida o'simliklarga oid mazmunlarni chiqarib dars o'tib qilayotgani 2,5 yildek bo'libdi. Bu jarayonda menga nurg'un onalar, bolalari o'simliklarga qiziqadigan, mush to'g'risida savol so'raydigan onalar menga ayrim xatlarni yozgan bo'ldi. Shu to'g'risida material bormidi, sizda Uyg'urcha material bormidi degan o'xshash rasmlik material bo'lsa yaxshi bo'ladi degandek xabarlar keldi. Shuning uchun men endi qo'limdan kelishicha men ayni vaqtida oliy maktabda o'sha hayvonotlar ilmi darsini o'qib, tajribasini ishlab, dala praktikasida qatnashgandan keyin taxmi ilgirlagan izlanishlarni qilmagan. Shuning uchun men hayvonotlar dunyosidagi turlarni o'simliklarni tunishtirgandek oila urug' saviyasiga tushanmasligim mumkin, ammo bularni tip sinf atrat saviyasiga tushalayotganman. Men material ishlashni boshladim, putay deb qoldi. Bizda YouTube kanaliga chiqarma. Yana bir yangi mazmun bo'lsa qo'llanishchan oziqliqshunoslik. Endi qanday bo'lib bu xil darsni chiqarmoqchi bo'lib qoldingiz deyishinglar mumkin. Men shu Italiyada o'qiyotgan vaqtimda men Italiyada o'simlik ekologiyasi o'qidim. Men o'qigan kasb biologiya fakultetiga tava bo'lganligi uchun bizning fakultetda shu biologiya fakultetiga tava bo'lgan shu qo'llanishcha oziqliqshunoslik degan darsni majbur qo'shib qo'yibdi ekan bizga. Men oliy maktabda bioximiya o'qigan, 1,5 yil o'qidik. Keyin aspirant va tenda aspirant o'qigan vaqtda yana 1 yil o'qib qoldik. Yuqori darajalik bioximiyani. Ondan keyin
İtaliya'ga kelganda bu qo'llanishcha ozuq degan darsni rad qilib bo'lmaydigan shaklda qo'shib qo'yibdi. Bu vaqtda men sal ichimda norozi bo'ldim. Men o'qib bo'lgan darsni mening darslik tizimligimga qaramayla qo'shib qo'yibdi bular deb ichimda sal norozi bo'ldim. Ammo darsni o'qish jarayonida shuni his qildimki, buni ichidagi mazmunlar garchi bioximiya bilan o'xshab ketsa-mu, ammo bu darsningki kuzatish nuqtasi bioximiya bilan butunlay o'xshamaydi ekan. Bu darsning alohidaligi bo'lsa, ichidagi mazmunlar turmushga intayin yaqin ekan. Bu darsni men biologiya darsi o'qib baxmagan, bioximiya darsini qat'iy o'qib baxmagan, biologiyaga oid hech qanday saviyasi yo'q odamlarmi tushunoladigan shaklda turmushga intayin yaqin. Bu darsni anglab bilan bevosita bizningki shu vaqt tamqimiz, ozuqlanish odatimizga tatbiqlig'i bo'ladigan shaklda qilib so'zlab berishni o'ylashyapman. Mening kompyuterimda shu vaqtdagi o'qituvchimning darslik materiali bor ekan, shuni uyg'urchalashtirib so'zlasam bilan bo'ldi ekan. Buning ichida shu normal odamlarningki ozuqligi, andan keyin tanarkachilardan muskul chiqaradiganlar bilan yuguradiganlarning ozuqlanishi, andan keyin amaldorlarning ozuqlanishi, bolalarning ozuqlanishi deganga o'xshash bizning kunlik turmushimizga intayin yaqin bo'lgan mazmunlar chiqadi. Shuning uchun men shu yangi ikki mazmunni qo'shib so'zlab berishni o'ylashyapman. Bu kanalning asosiy maqsadi ko'pchilik uchun xizmat qilish va ko'pchilikning yuqorida men tilga ep o'tgan temalar ustidagi ehtiyojlarini qamdash. Shuning uchun bu kanalningki rivojlanishi va taraqqiy qilishi uchun o'zinglarning qimmatlik taklif fikrlari, inkaslari va boshqa o'ylaganlaringlar bo'lsa, ostiga inkas shaklida qoldirishinglarni umid qilaman. O'simliklar to'g'risidagi videolar yozda ko'proq chiqishi mumkin. Andan qish kelgan vaqtida boshqa temalar degandekchi. Shu shaklda ilib mangmoqchi. O'ylaganlaringlarni cho'qim ostida inkas shaklida qoldirishni unutib qolmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.